Dar haqiqat har bir narsani o'zini bir kelib chiqishi, bir o'ziga yarasha bir tarixi bo'lgani singari bugungi kunda bizlar mazhab deb tilga olayotgan mana shu yo'l yo'riqni ham bu ya'niki maktabni ham o'ziga yarasha bir tarixi bor, o'zini kelib chiqishi bor va bu kelib chiqishligi ya'ni tarixi payg'ambar alayhisolatu vassalomning zamonlari bilan bog'liq ekanligini tarix kitoblarimizdan bilsak bo'ladi. Bilamizki, payg'ambar alayhisolatu vassalomning zamonlarida sahobiy ikromlarning orasida bir masala yuzaga keladigan bo'lsa, bir masala paydo bo'ladigan bo'lsa, mana shu savollarga to'g'ridan to'g'ri payg'ambar alayhisolatu vassalomning o'zlaridan o'sha muammoni yechilishligini yoki o'sha savol so'roqlarga to'g'ridan to'g'ri javob olishlikka ularda imkon bor edi. Va payg'ambar alayhisolatu vassalomning o'zlari ham ustoz bo'lib, muallim bo'lib, mana shu savollarga va muammolarga o'zlari javob berar edilar. Va shu bilan birga sahobiy ikromlarni ijtihod qilishligiga ham qo'yib berardilar. Ya'ni ijtihod qiladigan bo'lsa, Rasul akram alayhisolatu vassalom indamasdilar. Agar to'g'ri bo'lsa qabul qilardilar, to'g'ri bo'lmasa to'g'rilatib qo'yardilar. Bunga ko'p misollarni masalan keltirishligimiz mumkin. Shulardan bittasini aytamiz. Banu Qurayzadagi bir voqea. Bir qancha sahobiy ikromlarni payg'ambar alayhisolatu vassalom Banu Qurayzaga yetib olganingizdan keyingina namozni o'qinglar deganlar. Shunda sahobiy ikromlar o'sha Banu Qurayza yo'liga yurayotgan mahalda qaradilarki, asr namozi kirib qoldi. Shunda nima qilamiz? Namozni o'qiymizmi yoki yetib olganimizdan keyin o'qiymizmi degan masala ko'ndalang qo'yilgan paytda ayrim sahobalar aytdilarki, yo'q, payg'ambar alayhisalom Banu Qurayzaga yetib bo'lgandan keyin namozni o'qishlikka buyurganlar deganlarda boshqa sahobiy ikromlar ijtihod qilib aytdilarki, yo'q. Bu yerda payg'ambar alayhisalom bizlarni tezroq yurishlikka undaganlar. Shu uchun shu gapni aytganlar. Hozir asr namozi kirib qolgan bo'lsa, namozni o'qishligimizga hech qanday ziyon va zarar yo'qdir degan ijtihodni qilgandi. Va bu xabar payg'ambar alayhisalomgacha yetib borgandan keyin payg'ambar alayhisalom aytdilarki, ikkovlaringiz ham to'g'ri ishni qilgansizlar. Birlaringiz to'g'ridan to'g'ri gapni qabul qilib olgansizlar, ikkinchilaringiz bo'lsa ijtihod qilib to'g'ri holatni yuzaga keltirgansizlar deya ularni ijtihodlariga indamaganlar. Demak, mana shu voqeadan ma'lum bo'ladiki, sahobiy ikromlarni oralarini o'zida, ya'ni mana shu voqeadan ma'lum bo'ladiki, sahobiy ikromlarni orasida ham mana shunaqangi bir ijtihod qilishlikka payg'ambar alayhisolatu vassalom nima qilganlar? Ruxsat bergan ekanlar. Ularning orasida masalan Hazrat Oysha onamizni misol qilib keltirishligimiz, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu yoki Abdulloh ibn Mas'udlarni bunga misol qilib keltirishligimiz mumkin. Xo'p, sahobiy ikromlardan keyin bu mas'uliyat tobiinlarning davriga o'tdi. Tobiinlardan keyin esa tobiinlarning ham davriga mana shu zaylda ko'chib o'tdi. Demak, bularning ham orasida har bir davrning o'zini orasida, odamlarning orasida, ulug'larning orasida alohida ajralib chiqqanlar bo'ldi. Tarixda bir narsa borki, o'sha zamonlarda 20 ga yaqin mazhablar iste'molda bo'lgan bo'lsa, ularning orasida masalan Imom Abu Hanifaning mazhabi, Hanafiylik mazhabi, Shofiylik mazhabi, Maliki, Hanbali mazhablari alohida ajralib turardilar. Mana shu qadar demak boshqa mazhablar mana shu 4 ta mazhabda jam bo'ldida, mana shu dunyo bugungi kunda olimlari, dunyo e'tirof etgan buyuk ilm egalari hammalari yakdillik bilan, bir fikr bilan mana shu 4 ta mazhabni qabul qillarida, butun mu'min musulmonlarni mana shu 4 ta mazhabdan biriga amal qilishlikka chaqirib qolganlar. Mana shu uchun demak bugungi kunda kim mazhabga ergashadigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri Qur'on va sunnatga amal qilayotgan, to'g'ridan to'g'ri o'sha sahobiy ikromlarni payg'ambar alayhisolatu vassalomning yo'llariga yurayotgan inson bo'ladi. Kimiki mazhabga yurishlikni tark etgan bo'lsa, mazhabga yurishlikni inkor qilayotgan bo'lsa, har qanchaki agar Qur'onga men ergashyapman, hadisga ergashyapman, sunnatga ergashyapman degan ulug'vor da'voni qilayotgan bo'lsa-da, u yo'ldan adashgan hisoblanadi.
Demak, bizlar yurayotgan bu mazhabning qisqacha ta'rifi, tarixi mana shulardan iboratdir. Alloh hammalarimizga ofiyat bersin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin.